Dada, assalomu alaykum. Va alaykum. Men sutga chiqib kelaman qo'shni uyga. Lalli ichkisi kelib qoldimi? Kecha osh bo'lsa kech payt ashya ham qilib beradi. Aylanib ketdi. Sut ovqat deyvering shuni. Voy jonim bola. Hey! Ha dada. Ehtiyot bo'ling o'g'lim, bom bo'lib ketasiz. Ajoyib dada. Nimaga bom bo'laman? G'alatisi. Ha o'g'lim, yo'l bo'lsin. Ha, maktabga chaqirib qolishdi-da, hozir o'tib Ha, yaxshi. Men buni hozircha ham cho'ntagi savoling. Maktabga borganda chuppi olmasdan pirashki olib yeysiz. Sop qo'ying o'g'ilta. Ajoyib dada. Men maktabga o'qigani ketmayapman. Ishlayman-ku dada, maktabga olib qo'ying buni. Nevaralarga berasiz. Bo'pti. Qani, kelinglar chiqaring. Ana, kelinglar. Qani? Ha. Assalomu alaykum. O, otam bolam, jonim bolam. Asal o'g'lim, kichkinasi. Mana o'g'lim sizga kakkalar, nimalar olib keldim mana. Ne o'g'lim? Dada, xafa bo'lmang-ku. Bo'ldi-da endi dada. Qanaqa kakkananni? Chashni qarang, jon dada, qanaqa kakkananni? Ashshalaysizmi? O'zim ikkita bolam bor, jon dada. O'zimga xafa bo'lmadim. Oshnalaringizni oldida kakkananni ashshalamang, jon dada. 35 ga kirdim dada. Men sizni erkalatsam o'g'lim, siz oldingizda men qari ekanimni sezmasin deb erkalataman bolam. Bo'lib ham ana kichkina bolaligingizni sog'inib erkalataman o'g'lim. Bilmabman sizga bunaqa og'ir botishini. Meni kechiring dada. Sizni tushunmagan ekanman dada. Uzr so'rayman dada. Ya hech qisi yo'q o'g'lim. Tog'alaringizga bitta o'zingizni ko'rsatib qo'ying o'g'lim. Dada,